Tarix davomida insoniyat ko'plab sir-sinoatlarga duch kelgan. Ba'zilar bu sirlarni yechishga uringan bo'lsa, boshqalar esa ularni afsonaga aylantirgan. Ammo vaqt o'tishi bilan ayrim haqiqat deb ishonilgan narsalar aslida katta yolg'on ekani ma'lum bo'lgan. Bugun biz olimlar ishonib kelgan eng mashhur yolg'onlarni fosh qilamiz. Bundan oldin siz kanalga obuna bo'lib qo'ying. Asrlar davomida Misr piramidalari insoniyatni hayratga solib kelgan. Qanday qilib minglab yillar oldin yashagan insonlar bu qadar ulkan va mukammal inshootlarni qurgan? Ko'pchilik bunga oddiy javob topolmay, bu ishda o'zga sayyoraliklar qo'li bor deb o'ylagan. Hatto ayrim muqobil tarixchilar piramidalarning yulduzlar joylashuvi bilan mosligini dalil sifatida keltirgan. Ammo ilm-fan bu afsonani rad etdi. Arxeologlar, tarixchilar va muhandislar piramidalarning inson mehnati o'sha davrdagi oddiy lekin samarali texnologiyalar yordamida qurilganini isbotlashdi. Har bir tosh, har bir g'isht inson qo'li bilan joyiga qo'yilgan. Ya'ni piramidalarni o'zga sayyoraliklar emas, balki o'ziga ishongan va mehnatkash insonlar bunyod etgan. Haligacha piramidalarni kim qurganini olimlar isbotlay olishmagan, lekin aniq o'zga sayyoraliklar emas. Odamlar har doim osmon sari qarab, biz yolg'izmizmi degan savolni berib kelishgan. Filmlar, internetdagi sirli videolar bularning barchasi o'zga sayyoraliklar bor degan g'oyani yanada kuchaytirgan. Ayniqsa, yerlik birinchi hududi, noma'lum uchuvchi jismlar va sirli signal haqidagi hikoyalar odamlarni ishonchga undagan. Ammo bugungi kunga kelib, borda ham ilmiy isbot mavjud emas. NASA esa va boshqa kosmik agentliklar minglab tadqiqotlar o'tkazgan bo'lsa-da, o'zga sayyoraliklar mavjudligini tasdiqlovchi dalil topilmadi. Aksincha, ilgari isboti deb e'lon qilingan ko'plab holatlar soxta, noto'g'ri talqin yoki oddiy texnik xatolik ekanligi isbotlangan. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, demak video sizga ma'qul kelgan. Siz esa bizni shuncha mehnatimiz uchun kanalga obuna bo'ling. O'zbek tarixidagi eng mashhur shaxs buyuk sarkarda Amir Temur haqida ham ko'plab afsonalar mavjud. Ulardan biri shuki, go'yoki Amir Temur qabri ochilganidan so'ng Ikkinchi jahon urushi boshlangan. Ko'pchilik bu voqeani la'nati bilan bog'laydi. Darhaqiqat, 1941-yilda sovet olimlari Temur maqbarasini ochishgan. Ammo tarixiy faktlar shuni ko'rsatadiki, Ikkinchi jahon urushi bundan 2 yil avval 1939-yilda boshlangan edi. Demak, bu voqealar orasida hech qanday sababiy bog'liqlik yo'q. Shunchaki bir-biriga juda mos va yaxshi bog'liqlik deyish mumkin xolos. Bu afsona shunchaki xalq orasida tarqalgan xurofot bo'lib, tarixiy dalillar uni inkor etadi. Ammo shunga qaramay, bu hikoya hanuzgacha olimlar orasida yashab kelmoqda. Har bir davr o'zining afsonalariga ega, biz esa ko'pincha ularni tekshirmasdan ishonamiz. Ammo haqiqat doim tekshiruv va tafakkur ortida yashiringan. Odamlar ishonib kelgan yolg'onlarni bilish faqat o'tmishni emas, o'zimizni ham yaxshiroq anglash imkonini beradi.